Əmin salam, Cumhuriyet bayramımızga mübarek olsun. Mənim ismim Əhmədcan Qasım. Mən 2011 yıl noyabrda gəldim Gollandiyaya. Mən hazır Utrecht Üniversiteti masterlıq oxuyatma Gollandiyanın asası qanunu. Mən Gollandiyada 2020 yıldan tatib Uyğurlarınki davası toğırlıq iş qılatma. Hem 2021 yıldan tatib siyaset arqılıq Gollandiyadaki Uyğur davasıga iş qılıb qılatma. 2021 yıldan tatib başta mən FFD degan partiyaga kirgan, Volkspartei for Demokrasi deydi. Amma FFD degan partiyadan mən 2022 yılı Gollandiyanınki mushu yerlik saylamısı qatnaşqandan keyin chiqatdim. Chiqish jihatlarga hammadan cho'ng sabab bo'lgan masala olar sirtdan kelgan yabancılarga, ham sirtdan kelgan o'ziga o'xshamaydigan xalqlarga bergan fikri jihatlarda ular sal millatchilik qildi ekan hamda. Uyg'urlarni deydi ekan, lekin yabancı bo'lsangiz, mushay kelsangiz, agar gollandiyalik g'arblik bo'lmasangiz, sizga boshqacha qaraydi ekan. Shu jihatlardan Uyg'urlarning masalasiga to'kib qo'shamaydi deb chiqatdim bu partiyadan. Ama ondan sırt, ola mushu Gollandiyanınki yabancılar sistemsini rahimsiz ahalda özgürtüatıdı emdi. Mesela ki ben 2011 yılı ALCM buluş arqılıq keldim Gollandiyada. Lekin FFD degan partiya, CDA bilan ikki partiya ALCM buluşni cheklaymiz, ya bo'lmasa uni tasqiqlaymiz deb ashta qilgan. O demek ki mesela ki Gollandiyada atansı ba, ya bo'lmasa Gollandiyada öz yaşayotgan cho'nglar balları vatanı bolsa, FFD, CDA degan partiyaga qaraganda ular deydi ki sen balan ekilenmeyse degan siyasetlerini chiqargan. Shu jihatlarda men FFDni o'zim nimam chidamay chiqatdim FFDni. 2022 yılı 2023 yıl başlaganda men hozir D66 degan partiyaga a'zo bo'ldim. D66 deydi. O partiyaniki Uyg'urlarga qo'shgan hamdan cho'ng tökti 2021 yılning 5-ida Uyg'urlarninki irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish emsini parlamentda sungan D66 partiya. Hem D66 bilan do'stim Alerek PFD Xronings bo'lgan partiya ikkisi hozirgi 2023 yildagi birden-bir bo'lgan ikki partiya Uyg'urlarni o'zininki programmasini ichiga yozgan ikki partiya. Qolgan hech qanday partiya Uyg'urlar to'g'riliq birdim yozmadi, faqat D66 bilan Xronings PFD alam yozdi. Shu jihatlarda Umirjonning 22-si agar sizlar bilet ochsanglar, shularga diqqat qilsanglar bo'ladi. U endi mening qisqacha tushuntirishim siyosiy hayotimda shu Gollandiyadagi. Assalamu alaykum, hörmətli xeyirdaşlar. Rəhmət əminlərə gəlgən xoş bulduq. Şu mən hazır Yeşil Partiyanın əzası, Gollandiyadakı Yeşil Partiyanın əzası. Yeşil Partiyanın içində Avropa Komiteti də bir komitə var. Aslında rəisi hazır. Avropanın cıq Uyğurlarınki işləri Xitay bilan qadaq çıxışımız degan so'roqni Gollandiyanın hökuməti cıq vaxtı Avropalıq qılımız deydi. Lekin Avropalıq qılımız degan gap yeni bir planlaşışının başlanışının o'rnida bir to'xtaydigan bir gap bo'lib qoldi. Avropalıq qılımız deb qo'yib qo'yilgan bo'ldi. Lekin Gollandiyada degandek biz genocide degan millat qirish motsiyani qabul qildik. Uni men 2019da shu Chursmash D66niki parlament a'zosi bilan tang chiqargan Gollandiya birinchi davlat bo'lib qabul qilgan. Qabul qilgan vaqtida biz bek xo'shal bo'lgan. Oxirida bizningki azobimizni bir davlat qabul qildi deb biz rasmiy xo'shal bo'lgan. Bu ya'ni biz Gollandiya bilan boshlansa, oxiri dunyomi tushunsa, qabul qilsa, rasmiy bizni lagerlarni to'xtashga itib besim chiqardi yo boshqa politsiya besimlar chiqarish mumkin deb o'ylagan to'q. Lekin bo'lmadi. Hozir qancha yil bo'ldi millat qirishni qabul qilib qo'ydik, qancha yil bo'ldi? 4 yil bo'ldi, 5 yil bo'ldi. Bo'lmadi. Gollandiyada yemiş resmi o'zgarmaydi degan so'rsak, Gollandiyaning parlamenti millat qilishni qabul qilib, lekin hukumatsi qabul qilmadi. Biz jiq besim chiqardik, yemiş qabul qilmaysizlar. Bu degan demokratiya tuslar, demokratiya bo'lgan parlament qabul qilgan, yemiş hukumat qabul qilmaydi deb so'rsak, oxirida hukumat 3 kriteriya, 3 nuqtalar chiqardi. Buni o'tsa, oxirida biz hukumatni qabul qilmaymiz deb dedi. Birinchisi FN, UN bilan qilamiz deydi. Va Birlashgan Davlatlar. Lekin yemiş bo'lmaydi, sizlar bilsizlar, Xitoyning vetosi bor. Har vaqtda bir o'z yaxshi ko'rmaydigan chiqib qolsa, qo'lni chiqarib hamkin hammasini to'xtatadi. Ikkinchisi, veto yo'q komitelardan jiq davlatlar, Afrika davlatlar, Aziya davlatlar Xitoylardan jiq pul olgan bo'lgan ekan, ular Xitoyni support qildi. Chunki u yo'l bizga ichiq emas, itiq yo'l. Ikkinchi degan nuqtasi ICC, International Criminal Court, qonun bilan qilmasanglar bo'lmaydi. Lekin Xitoy ICCning a'zosi emas.
Myanmar degan davlatmi, Burma, umi ICC'ning a'zo emas. Uningga lekin chiqib bir Rohingyani qirdi deb bir sud ochdi. Lekin Myanmar bilan Xitoy ikkisi o'xshamaydigan davlatlarda, Xitoydan nechasi kuchliroq davlat. O yo'lni aslida itiq. İkisi yaxşı anlanadigan nuqtalar. Bu Gollandiyalik yerliklarga deb bersak, udulamkin ha ICC ya FN qilsin deydi, lekin u yo'llar aslida itiq turib bizga bir xil yolg'on bir nuqtalar chiqardi. Üçüncüsü keyin qo'shgan biri, shu vaqtida demissioner minister Kach degan ayol qo'shgan bir nuqta. U deganning einseitig wetenschappelijk onderzoek deydi. Aşağıya barsam, FN'ning adamlari ya muxbirlar berib vatanimizga berib lagerlarni ko'rsa, u vaqtida ashlarni bizga ko'rsatsa, u vaqtida rasmiy qabul qilishga boshlaymiz dedi. Lekin so'rasa, qachon sizlar qabul qilsizlar? Bir sud bo'ldi-ku, Uyghur Tribunalda bir sud bo'ldi-ku. Aşağıda millat qirimchi deb bekledi. Undan keyin hamsa hukumatga so'rdik, buni qabul qilamizlar. Oxirida sizlarni bu yetamdi deb so'rasak, yo'q biz bilmaymiz, qachon yetadi degan so'roqni javob bergan rasmiy qattiq bir kriteriya yo'q. U degan politik tanlagan narsa. O'zi qachon qilamiz degan vaqtda qilgan bu so'roqga. Gollandiya qo'rqib, Xitoy bilan chiqib pul topdi-ku, uning qo'rqib qilmaydigan bo'ldi. Boshqa bizga bir xil yolg'on yo'llar ochdi, lekin aslida u yo'llar itiq. Aşnaga biz besim chiqarib maydi. Hozir hukumat qabul qilish lozim. Aranlamkin parlament emas. Biz Gollandiya qabul qildi deb o'tasak bo'lmaydi. Gollandiyaning hukumatini qabul qilmaydi. Hozir bir hukumat bor, Amerika hukumat qabul qildi. Lekin Amerika bilan Yevropa hozir Xitoy ko'z qarash azroq jahlishyapti. Amerika degandan kuchli ekonomiyalik davlat bo'lgandan keyin Xitoy lozim emas deb ular o'zining ekonomiyasini kuchli to'g'rilaydi. Lekin Yevropaning shirkatlari bek chiqib pul topadi Xitoydan. Hozir hamma yeshilnishimiz deb zona panellar, shamoldan chiqarish hammasini Xitoydan akildi hozir. Yevropa o'zi yasay oladi, lekin Yevropa yasa qimmat. Shunga hozircha Xitoydan olyapti. Shu ashlarni men hozir deb qo'ydim. Hozirgi Gollandiyaningki mush oldingi ishkaptidan keyingi bo'lgan saylam, hozirgi bo'layotgan temalar asos jihatdan xalqaro siyosat bilan munosabatsiz bo'lib ketdi. Gollandiyaningki o'zininki mushu uy marketi, ekonomiyasi, anandan keyin Gollandiyaningki o'zining siyosati, hukumatning boshqarish jihatlaridan bo'lib ketdi. Xalqaro siyosat tuzuk rol o'ynamadi. Xalqaro siyosat rol o'ynashdan sirt Uyg'urlarning ishimi texmbek oqiq chekinib ketdi. U bir masala. Lekin bir xo'sh xabar, yaxshi xabarning birisi bo'lsa, Gollandiyada asos jihatdan cho'ng partiyalarning ichida hammasi Uyg'urlarningki davosini, Uyg'urlarning ishini qo'llaydi. Faqat nechtalan partiya bor. Birisi hammaning sol tarafida, yalnız ba'zilari hammaning o'ng tarafda Uyg'urlarning ishi bilan kari yo'q. Irqiy qirg'inchilik bo'lsa-mi mayli deb boshlaydi. Shu jihatlarda diqqat qilsak bo'ldi, lekin umumiy jihatlardan hamma Gollandiyadagi cho'ng partiyalar, o'rtadagi partiyalar, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, taki ChristenUnie degan partiyalarning, Volt degan partiyalarning hammasi Uyg'urlarning ishiga ko'ngil bo'ldi, ham Uyg'urlarning ishini 22-yillardan keyinmi, yana ashto'g'irliqmi ish qildi deb o'ylayman. Mencha bir gapni qo'shsam, hozir Yevropaning Gollandiyaning ichidagi partiyalarning Xitoyga ko'z qarashi qattiqroq bo'ldi. U bizga foydali. Xitoyning yolg'on gaplarini ishonmaydigan bo'lsa, bizningki o'zimizningki azobimizni osonroq tushuntirib bera olamiz. Lekin bu yerliklarga tushuntirib bersak, rasmiy mishinchilik ig'irligini qabul qilmaydi. Bular unchilik vahshiy narsalarni ko'rib baxmagandan keyin unchilik vahshilik narsalarni o'ylay olmaydi. Hozir Sharqiy Yevropalik davlatdagi odamlar bilan paranglashsanglar, kommunizm degan gapni deb qo'ysalarmikin, ular tushundi. Qandaqligini bildi ular. 90-yillargacha ularning ko'rib qo'ygan to'g'risida diktator ya totalitarizm degan gaplarni tushundi. Lekin G'arb Yevropaningki millatlari ularningki eng yaqin urush shu Shkin Duya urush. Shkin Duya urushning uning darslarini o'rganib bo'ldik deb o'ylaydi bular, jixlari. Bizningki ahvolimizni shiq va hozirgi politisiyalar, ministerlar ba'zi vaqtlarda Amerika bilan Xitoyning baslanishninki nuqtasi deb o'ylab qoldi. Uning foydasi bor. Hozir Amerika oxirida Yevropa bilan Amerika do'st bo'lgandan keyin bizga foydasi bor. Amerika bizni qo'llasa, Yevropa bir kuni qo'limizni sunmaydi. Lekin boshqa vaqtlarda biz uningdan
icralaşmasak olmaydı. Biz Amerikanın yalaqçısı emas, bizning özümüzning ahvolimiz bor. Bu degan rasmiy odamlar, lagerlardagi turayotgan odamlar bir politik ish emas, Amerika ishlatgan ish emas, yolg'on propaganda degan gaplarni emas. Bu odamlikligini, odamlarning yuzlarini ko'rsatib tursak bo'lmaydi menimcha. U ashishki strategiyalar bilan qabul qilib turib, Amerikaniki yo'lini ishlatib turib, o'xshash vaqtida biz o'zimizning gapni qilib tursak, menimcha ash eng foydali yo'l bo'ladi. Menimcha hozir Yevropaning ham bo'z diqqati Amerikaga qarab turdi. Yaxshi bo'lsa, eski bo'lsa, Amerika diqqati Amerikaga qarab turdi. Amerikada bir qora odamni saqchi o'ltirib etsa, bu yerda cho'ng namoyishlar bor Yevropada. Lekin Yevropada bir haftadan keyin bir Romani zixoni deydi, Rumuniyalik odamlarni o'xshash amalda sigan ashta qaramni o'ltirib etsa, u yerda namoyish yo'q bu Yevropada. Diqqatimiz ana Amerikaga qarab turdi. Saqchilarni yo'qotamiz degan gap chiqsa, Amerikaning sol tarafida Gollandiyada mı saqchilarni biz pulni evalayli degan ashta nuqtalar chiqib qoldi, ashta fikrlar chiqib qoldi. Lekin Xitoyda bir ish bo'lib qolsa, Hong Kongda cho'ng namoyishlar bo'lsa, bizning diqqatimiz u yerga Yevropaliklarning diqqati u yerga qarmaydi. Lekin bizning rolimiz diqqatni ashta qarab to'g'izmasak bo'lmaydi. Tayvanning kishi jiq vaqtida xabarga chiqdi. Adamlar Tayvanning ahvolini bildi. Ana hozir Tayvan bilan bo'layotgan ishlarni, Ukrainada bo'lgan ishni biz qo'shsak, o'xshash kurash deb ko'rsatsak, bu demokrasiyaga qarshi sistemlarninki kurashchi deb ashta ko'rsatsak, bizningki ovozimizni güzellaymiz. Albatta bor. Gollandiyada 150 parlament a'zosi bor. Bir parlament a'zosi uchun asos jihatdan normalda 50 mingdan 60 ming bilet lazım. Biz Uyg'urlarninki biz 40 ming atrofida, 40 ming, 60 ming kelgan odamning soniga bog'liq. Biz Uyg'urlarning sonimiz endi 2 ming, 3 ming, 4 ming deb kallamda qolgan. Biz butun Uyg'urlar hammamiz bilet tashlasak-mı bir dog'a chiqolmaymiz, lekin bizga o'xshash o'ylaydiganlar, Xitoyga qarshi, Xitoy tajovuzlarga qarshi bo'lganlar hammasi bilet tashilsa, bir ya bo'lmasa 2 ta ortiq parlament a'zolarini chiqara oladi. Her bir biletninki ma'nosi bor Gollandiyada. Gollandiyaninki 4-asos qonunda yezig'liq, 4-mi, 6-mi ism chiqadi, 4-sida mencha. Her bir biletninki qimmati o'xshash deb yezig'liq Gollandiyaning asos qonunda. Shunga har bir sanlarninki biletninki qimmati o'xshash bo'ldi. Shunga agar imkoniyat bo'lsa, agar sizlarga shu bilet tashlaydigan stamp boslaydigan narsa kelsa, cho'qim ishiltib bilet tashlasalar bo'ldi. Alerikishimiz sizlarni cho'qim deizastlikqa yoki xurullingsbeyftiga tashlanglar demaymiz. O'zinglar xohlagan partiyaga tashlashga, chunki bu demokratiya. Agar qaysi partiya tanlashni bilmasanglar, torlarda bor, Stamweiser, Quizweiser, Stam Kompas deydigan narsalar bor. Bir 30 yoki 15 savollarga cheksanglar, mana qo'shilmasanglar deb shularga hammadan mos keladigan bir partiyani chiqarib turdi. Lekin demokratiyaning ichida sizlar agar shu bilet tashlaydigan imkoniyat bo'lsa, chuqum tashlasanglar kerak, chunki har qanday biletninki qimmati o'xshash. Bo'ldi. Tushuncha berishdan burun Gollandiyaning siyosatini birisini tushundiray. Gollandiyada bir partiyaninki ideyasi, partiyaninki ko'z qarshi ya bo'lmasa qaysi ideologiyaning oqida menish Gollandiya siyosatida asosida rol o'ynamaydi. Chunki Gollandiya degan bir konsensus davlat degan Gollandiyaninki hukumatida asos jihatdan az deganda 3 ya bo'lmasa 4-5 partiya hukumat qurildi. Şu Gollandiyada asos jihatdan hukumat qurilgan chaqda har bir kishi o'zininki ideyasini, ideologiyasini yoki 100% hukumatning ortidan chiqara olmaydi. Şoň her vaqtda jiq siyasi partiyalar yilqi saylamdan burun deydi-de biz mandaq ideyalarga qo'shilamiz, andaq ideyalar bizning ideologiyamiz mandaq deydi, lekin asos jihatda hukumat qurilgan chaqda u ideologiyaning 20%, 15% kiradi. Chunki 4-5 partiya bo'lgandan keyin har birisi onu 15%dan yilqi o'zining ideyasini hukumatning ichiga kirgizadi, lekin 100% kirgizolmaydi. Gollandiyaninki cho'ng partiyalarninki ideologiyasi ko'z qarshi Xristian partiya bor. 3 cho'ng partiya bor. CDA, Christi Uni, SHP. Christi Uni bilan CDA ikkisi xristianlarning asli qarag'an chaqda modernroq
zamaniyroq xristianlıqlar deb o'zi ashta qaraydi. Lekin SHP degan partiya ular bekrak yilqi xristian shu Injildagi qonunlarga dindor bir partiya. Masalan, men turayotgan hozir yashayotgan shahardagi hukumatning ichida ash partiya bor. Bizning ayada yakshanba kunida hech narsa ichilmaydi. Hem yakshanba kuni biz taloq chiqsaqmi bizga boshqacha qaraydi. Sizlar nima ish qilib dam olmaysizlar deb, chunki xristianliklar yakshanba kuni dam olgan ekan. Seydiya bilan xristianiya boshqacha, ular shu sosyal jihatlardan, iqtisod, kultur jihatlardan xili o'ttirda, ham o'ttirdan sal so'l tarafda, lekin haqiqiy bundaq doktorlarning ishiga kelgan chog'da, amnestiya jihatlarga kelgan chog'da ularninki bekrak shu Injil tarafda turdi. Masalan, Hope by self-doubting deydigan bir narsa bor. Masalan, bir odam o'zini o'tira olmaydi desa, uningga yordam beramdiq, bermamdiq degan narsalar bor. Masalan, ular uningga qarshi turdi, chunki jonni Xudoyim oldi, jonni Yesus oldi deb aytadi. U uch cho'ng xristian dinni ideologiya qilib turgan partiya. CDA, Krist Uni, SHP deydi. Mush partiya. Uni eng oxirida sen desang bo'ldi. Andan liberal partiya bor. Liberal partiyadan hozir Gollandiyada 3 bor. VVD, D66, andan keyin Volt. 3 partiya bor. VVD degan partiyani men aslida tushuntirib o'tdim. Ular iqtisod jihatlarda ajoyib yaxshi liberal adamdan keyin iqtisod jihatlarda masalan shirkat ochadiganlarga shunday foydasi bor. Baj az, cho'ng shirkatlarga shunday foydasi bor bir partiya. Lekin shu yabancılar jihatlarda sirtdan kelganlar to'g'risida ular bakrak millatchiroq. Partiyadan shundan chiqayotgan sababi mana shu. Agar D66 o'zining sosyal liberal deydi. Ular masalan sosyal jihatlardan shu ishlamaganlar, uyda o'tirgan masalan aytganim elayotganlarga ishlasin deydi, lekin ishlayolmasimi biz yordam qilishimiz kerak, o to'g'riliq deb aytsak deydi. Lekin boshqa iqtisod jihatlardan bo'lgan ideologiyasi FFD bilan unda cho'ng farqi yo'q. Lekin D66 bilan FFD'ning hamidan cho'ng farqi hozir kelgan chog'da shu yabancılarga bo'lgan siyosati. Yabancılar bo'lgan siyosatining D66 bo'lganki, ular biz u yoqqa ayıl jam bo'lish degan qonunni biz cheklasak bo'lmaydi, chunki ayıl cho'qim birisi bilan jam bo'lish kerak. Uni cheklasak biz vijdonsiz siyosat qilgan bo'lamiz deb deydi. Uchinchidan Volt degan partiya bor. Volt degan partiya degan chaqmoq partiya deydi hamda uni 2021-yili yangi qurilgan partiya. Ular liberal partiya, lekin bu Volt degan partiya bilan D66 FFD ikkisi bek o'xshamaydi, chunki Volt degan bakrak sosyal liberal, lekin ular United States of Europe deganni nim qildiganlar. Ular masalan Yevropa degan davlatlar bo'lmasa, biz Yevropadagi biz Amerikaga o'xshamagan shtatlarga biz davlat bo'lmay, Mush davlatlar shtatga aylanib, butun hukumatimizni Brusselga qo'ysak, Brusseldan bizga hukumat boshqarib bersa deb o'ylaydiganlar. Volt degan partiya. Aşağıdan farqlandı. D66 bilan Volt degan partiyaningmi aşağı hamidan cho'ng farqi hamda, lekin qolgan jihatlarda o'xshaydi. Men mush partiyaning o'tirdi o'ng tarafini so'zlab o'tay, yoki so'l tarafini sana beray. O'ng tarafdagi partiya hammaning o'ng tarafda turgan. Ular radikal o'ngchilar. Ba'zanlarning ideyasi shu Ikkinchi dunyo urushidagi Gitlerning ideyasiga o'xshaydigan partiyalar bor. Bizning parlamentda bor hozir. Ularningki 150 parlamentning a'zosining ichidagi 5 a'zosi shu nazi ideologiyasi bilan bor. Yahudilarga qarshi sirtdan kelganlarni FFD deydi, Forum for Democracy deydigan nimba. Bunu deb qo'yay, ba'zan arsimizdagi ba'zan yoshlar bor. Ba'zan yoshlarningki shu partiyalarga shundoq nim qilib ko'rganda men ko'rdim. Bo'lib ularning partiya liderisiga o'sha degan gaplari yaxshi deb o'sha nim qildim, lekin ashada pek diqqat qilsanglar bo'ldi, chunki Forum for Democracy degan partiya haqiqiy sirtdan kelganlarga o'sh Yevropani aqtallik davlat qilishimiz kerak deydiganlar. Bizdek odamlarni bu yerda qarshi olmaymiz deydi. Yahudilarga o'sh, ham Putinni g'arbga vakillik qila oladigan bir lider deydigan bir partiya. Ularningki ideologiyasi haqiqiy Ikkinchi dunyo urushidagi nazi partiyaga o'xshaydi deb qarayman. U radikal o'ngchilar partiyaning 4 partiyaning ichidagi birisi FFD, birisi PFF, birisi Ja21. Andan keyin yan birisi Belang van Nederland. Bu Ja21 bilan Belang van Nederland Uyg'urlarning ishiga tuzuk payda kelmaydi, shuni bo'sh ikkisini demay o'tay. Lekin PFF degan partiyani jiqlab bilsizlar, Geert Wilders Aqbosh deydi jiq Uyg'urlarni. Ular u bakchiq nimda keldi. U asos jihatdan bizdaklarni yaxshi ko'rmaydigan bir partiya. Bizdaklarni sidq qaqidi. Ham musulmon desa ko'ngil elishidi, musulmon desa bir xillam bo'lib,
Uyg'urlarning işığı tüzük nima bilmaydi. Gollandiyaningki mush partiyasi shu o'xshamagan yerlarga qilgan. Ba'zi liberal partiya bor, uning ichida 3-4 partiya bor, sol tarafda 3-4 partiya bor, radikal o'ngchilar 4-5 partiya bor. Andan keyin xristian dinni o'ttirib qo'yib, shu ideologiya bilan siyosat tuzgan partiyalar bor. Shu o'xshamagan jihatlardagi qaysi partiya sizlar nima qilsanglar, shu yerdan tanlab bilet tashlasanlar bo'ldi. Sol partiyalar. Sol partiyada men charang 3 partiya bor hozir. Mühim. Burun işki o'xshamagan partiyalar bor. PVDA, o diyening Labour degan Angliyada Labour o'xshab qoldi. Diyening ishlaydiganlarningki, ishlamchilarningki manfaatini qaraydigan. Fackbund degan tankilib shirkatlarga chiqib jiqroq pul bersin degan ashtaqlardan kelganlardi. Bu Gollandiyaning tarixida ikki partiyalar bu davlatni boshqardi desak. Shu PVDA an İBM degan CDA, Hristiyanlar an tankilib aslida birama bu boshqa vaqtda u davr tugidi hozir. Adamlar uning u vaqtida hergiz boshqa partiyani tanlamaydi. O'xshash her ikkalasi 40% tutib qoldi. Undan keyin oxiri qaraydi qandaqdan boshqaramiz deb. O PVDA'dan andan keyin yana bir yaşlanan bir partiyasi bor, Yeşil Partiya. Yeşil Partiyani tunaysizlar, havo buzilishini oldini olish tirishadiganlar. O Yeşil Partiya bilan PVDA tank keldi hozir. Yangi boshliq oldi, Frans Timmermans degan bir adam oldi. O Yevropaninki komissiyasining prezidenti bo'lib qolgan, rais bo'lib qolgan. U partiya hozir soldagi hamma sol tanlaydiganlarni tang aklaydi deb o'ylaydim. Bir boshqa bir partiya bor, Hayvon Partiya deb, hayvanların ahvalini jiqroq o'ylamasak mayli deganlar bor. Yana qavba SP da bor, Socialist Partiya. U SP'ning tarixi Maoizmda texcha. Lekin bu davrning boshlanishida 2000 vaqtlarda Uyg'urlarningki ahvolini jiq deydi ular. Harifan Boboni tunishinglar mumkin. U SP'ning a'zosi, lekin hozir SP'ninki tarixida buni tatib Amerika imperializmiga biz qarshi deganlar. Amerika degan kapitalist davlat, kapitalizm dunyoni buzdi, sotsializm, rasmiy sotsializm deganning Amerikaga qarshi, Amerika imperializmiga qarshi deydi. Ana hozir shuncha Uyg'urlarningki ahvoli hozir Amerika bilan Xitoyningki baslashadigan bir ishida qolgandikin, hozir ular Uyg'urlarningki gibini jiq qilmayapti. Ana Denk degan chet elliklarningki partiyasi deydi. Jiq musulmonlar Denkni support qildi, jiq musulmonlar Denkning a'zosi. Denk degan burun rasmiy sol partiyasi. Hozir jiq ishlarni sol tarafda bor, lekin jiq sotsial millat munosabat ishlarga hozir o'ng tarafga ketdi. Jiq chet ellik yoshlar yana shu IBM degan doktorliklar ishlari, abort degan ayollarning huquqiga qarshi degan ovozlar jiq kuchli. Ular hozir asosan o'zgaryapti. Beyin degan rasmiy Gollandiyaning qarlarning partiyasi deydi. Ular Suriname, Indoneziya, boshqa Yevropa, Gollandiyani 3 yil bosgan. Ashlarningki ballari aslida shu partiyani qurgan. Ular Slavenayxizginnis adamlarni Slavlar qarshi qabul qilmasak maydi, o'zgartmasak maydi, ular pul bermasak maydi deb boshqalar muhim bildi. Ana hozir yangi partiya quruldi, ikki yangi muhim partiya quruldi. CDA degan partiyaning burun bir danliq bir kamerlisi bor, parlament a'zosi bor, Peter Umsich deydigan. U adam Kinderopfang-Tuslag affäre bir cho'ng bir ish bo'lib qoldi politikda. Hukumat pul berdi. Ballarini ishlasa, ballarini bir maktabga yetkazadiganga. U pulni lekin oldinala berdi, an u huquq yo'q bo'lsa, keyin qaytirib so'raydi. Outkiring mashtaq. Jiqlarimiz outkiring ep baqsaq, an ishlaymiz desa, boshda pul berdi outkiringni, lekin jiqroq pul topgan bo'lsa, u pulni evaldi outkiringni qaytirib to'langlar deydi. Gollandiyadagi chet elliklarga ashni pul qaytirib bermasanglar bo'lmaydi deb ta'kidladi hukumat. Pul o'g'irlatdi degan qo'rqib pulni qaytirib akilvaqs bakan. Lekin ularni fraudeur debdi, o'g'irlaydiganlar deb yozib qo'ydi. Jinoyatchilar deb qilib qo'yibdi. Lekin jiq vaqtida u chet elliklarning ismini xato yozib qo'yibdi, kunni xato yozib qo'yibdi, ya qo'l qo'ymabdi. Kichik xatolar yasab qo'ygandan keyin cho'ng sistem udulamkin jinoyatchi deb qo'ygandan keyin hamma pulni qaytirib so'rabdi. U pul jiq pul 30 ming, 60 ming. U pulni qaytirib to'layamagandan keyin ularning umrini buzib etdi hukumat aslida. Necha yil bo'ldi. Aşlı buzvatganda lekin u jiq ministerlar o'zininki
özününki işini saqlabağısı bolğan ikinci xəbərə çıxaq uzmapdı. Cıq vaxtında hökumət yox edibdi, bombavatı debdi, neçə il maştaq boldu. Aşni xəbərə çıxağı adam Peter Umsecht. Seriyanın əsası. Lakin burun da tadı bu seriyanın partiyanın başlığını gipini anlamaydı. Almayğan bolğan ikin seriya özününki başlıqları yaxşı köməkdi Peter Umsechtni. Axırda cıq işlər qılıb partiyanın çıxətdi, özünün partiyanı qurdu. New Social Contract diyen partiya kurdu. Hazır en çoğun bulduğandek görünüyordu o partiya. O aslında bir seriya oxşayan partiya. Köz karşı oxşamaydıgan yerleri yok. Hristiyanınki, dünyadaki Hristiyanlarınki kürüşünü kıldı. Hazır mı Palestin bolğançlarını gibini mazilikin Palestinlarını oturacaq Arab Hristiyanlar var. Onların əhvalını unutup qalsaq bulmaydı deydi. İraq, Suriya, İraqda Daesh çıxan vaxtıda o vaxtıda Yezidininki əhvalını çıxardı bu adam. Belki korrupsiyaya qarşı adam. Lakin resmi politikası qarşı Hristiyan partiyası. An yana birisi var BBB de Boer-Burger-Beweging. Dixanlarınki partiyası. Dixanlar Gollandiya'nın şehri tutsa ya şehri tutsa ya şehirden çıksa perk bekçun. Bək çoğ. O pərxni burundan tatı politikdə köməkdik. Misqad desanlar, cıq vaxtıda ular şəhərdikilər Hristiyan bolğandikin, dixanlar Hristiyan bolğandikin, şikilisi seriya talaydı. Lakin pərqəsi çoğ bolğandikin, azı 2021-də adamlar dinsizraq bolğanqsıda bu dövlətdə o pərqi çoğraq bulub özünün partiyanı qurdu. Ular əsl Hristiyan partiyaya oxşab qaldı, seriya oxşab qaldı. Lakin cıq şu hüquqni Den Haag'ın aktivitəli deydi. Ularni Uyg'urlarning ahvolini deydi, ular qirimchini qabul qilamiz deydi, lekin jiq dixanlar aslida kambag'al emas, boy dixanlar. Jiq cho'ng sistemlarni sotib fabriklar aslida. Ular hozir Xitoylar bilan jiq pul topadi. Çox göç setib, işib qalğan göçlərini setib, jiq texnologiyani Xitoylarga setib, şirkətləri aşağı qurub. Ularninki mənfəəti Xitoyda, çünki bizning ishimizni bəkmi cho'ng anlatqızmaydı. Haş Peter Umsecht haş NSC diyen partiyanınki. O adam Uygurların gibin deydi. Lakin Uygurlarınki ahvalısına Yezididek mühim emas deb gördü. Şu millet qilishni qabul qilayli deydi. Lakin resmi bu Xitoyga qattiqroq bo'layli degan gapni qilmaydi. 2017 yaş lagerlarını kurdu. Onu aldılar ki asıl testi vatanga berib kelish ish. O WeChat bilan gap qilan, burun Skype bilan paranglashaydik tuqqanlarimiz bilan. Hozir ras oldingi natijalarda jiq Uyg'urlar vatanga berib kelyapti. Telefonni itutdi, andan jim turib aşağı berib qaytib keldi. Biz baramaydiganlar, aş bağanlarga qarasak, udilamkin bir xil ishonchlik yo'qolib ketdi-da, ular yemish qandaq bara oladi. Men tuqqanlarim bilan paranglashamisam, mening tuqqanlarim lagerlar tursa, ular qandaq berib kelalaydi degan cho'ng so'roq bor hozir. Aşı so'roqdan biz bir-birimizga ishonchsizlik bo'lib qolyapti. Bir-birini udulamki shpion deb nom qo'ya olamiz, ishonchlik basiz yo'q. Uni biz hukumat deydik. Hükümet lekin kelgan Uyg'urlarga o'xshash gapda o'tadi. Biz undaq farqlar qilsak bo'lmaydi deydi. Biz qarab turyapmiz. Bir rasmiy yangi xabar bo'lsa, biz sizlarga deymiz, lekin hozir shpion qilgan bir ish borda. Xitoylar udulamkin bu yerga Gollandiyaga evatib, bu mashtaq faoliyatlarga berib anglab turinglar degan gaplar chiqib qilishi mumkin. Mashtaq besim chiqargan bo'lishi mumkin. Uni hukumat deb qo'ydi. Hukumat bilimiz deydi hozir. Anladik sizlardan, biz qarab turimiz deydi. Sizler maçta işler bilip qalsanlar, anlap qalsanlar, hozir yeni bir xil sistem yasadı Gollandiya hukumat interdepartamental overleg deydi. O interdepartamental overlegda her hukumatninki institutsiyalari bir-biri bilan paranglashib turgan bo'ldi. Mana shu besim munosabatlik, chet eldan kelgan besim munosabatlik paranglashib turgan bo'ldi. Jiq Uyg'urlar sosyal zakında kontakt personban. Hazırdan başlap aşıq kontakt personğuma diyalaydigan bir iş çıxdı. Besim bilinib qalsa ya bir Xitoy yoldan ötsə ya qiziq telefonlar kelib qalsa, xatlar kelib qalsa, onu hazır sosyal zakının kontakt personğu diyalaydigan bir amal çıxdı. O sosyal zakının adamsı özü departament sosyal zakıga evatdi, lakin her aylıq oxşamayan departamentlar bir-birini paranglashib turgan bo'ldi.
Hazır national koordinatör da bir national koordinatör bir adam aşı besimni qarab turdigan, kontrol qilib turdigan yangi qonunlar yasaydigan aşı münasibetlik. Onunğa biz besim chiqardik. Maçtaq yasanlar deb. Hazır bir alliansi tegen ongewenste inmenging bir organ var. O organda Belarus, Türkiye, Türkler, Morokkoluklar, Tibetçiler, biz Uygurlar hemmimiz var, İranlıklar var. Hemmimiz bir xil tang kelib hükümetke bir avaz anlatqızvatımız. Aşı chet eldan kelgan besimni oxirida bir narsa qilinglar deyapmiz. Aşıningdan biz national koordinator chiqdi. NCTV'nin oturdu. NCTV degan bir xil maxfiy instansiya bo'langan. Ashla hozir asosda jiqroq pul chiqarib etib, jiqroq diqqat berib, ashla qaravatidi. Xitoydan kelgan bisimlarni qaravatidi. Saqchixonlar topdi bu davlatda. Amerikada saqchixonlar topdi, u Amerikada lekin topgan saqchixonlarni itviratdi birinchisi, lekin ishlaydiganlarni tutib tümürgü kirgizdi. Gollandiyada bo'lmadi. Gollandiyada qilamadi. Gollandiyada qonunlari unda qılzamadı. Udul resmi bir cinayet bir qılgan iştin tutsa aş vaqtida sud başına alaydı ekan. Bo'lmasa qılamaydı ekan. Yo aşı qonunlarning asosida o'zgaradi. Yangi spionaj qonun chiqib kelyapti. Umi texnik yetmaydi. Bizga telefonlardan besim kelib qolsa, ya tuqqanlaringlarni o'ylab turinglar deb xatlar kelsa, uni tutam, u ishlarni jinoyatchilik deb qilmaydi, lekin rasmiy bir odam shpionlik qilyapsa, hozirdan boshlab necha oyning ichida inshaalloh bo'lalaydi, qonun o'tsa, ash vaqtdan boshlab ularni jinoyatchi deb ko'rgan bo'ldi. Özgərvatqan nəslər var hazır. Bizim aşnağa besim çıxırvatımız, hükümet bilan paranlaşvatımız, politik bilan paranlaşvatımız. Lekin bundaq işlər pek asta. Hazır 4 yıl oldu. Asta bu mingvatıdı. Bizdinki birdim qilmoqchi bo'lgan planimizning arasından birisi mushu 2 haftadan keyin saylan bo'lgandan keyin yangi partiyadagi mushu tashqi ishlar munosabatlik bo'lgan a'zolarga xat yozish, ham shu to'g'riliq Uyg'urlarning ishini qaytadan munosabat tiklash degandek shu ishlarni qilmoqchi. Spionaj vet yoki spionlar qonuni degan qonun o'tmadi. O'tsa, ilinsa, u qonunda Gollandiyada qonun ba'zan parlamentdan ilingan qonunni yılqı bəzən hüquqlarını pəskə düşürələydi. Məsələn ki, qanun arqılıq bir hüquqni pəskə düşürələydi. Hökumətdən bəzən bir ayrım bir yılqı ministeriya, məsələn ki, ministeri tashqi ishlar münasibatiga to'g'riliq yaga hüquq berələydi, ya bo'lmasa yerlik hökumətlərə hüquq berələydi. Şu qanun çıxsa, mən şu to'g'riliq qanunga bir qarab, anki bizga qandaq jihatlarning foydasi bor, qandaq jihatlarni nima qildi? Chunki o'zimning uygunayotganim qonun sohasi bo'lganki, men shu yerda to'g'rib, anki qaytadan shu to'g'riliq javob beralayman. Partiyalarning o'zining ko'z qarashlarini qattiq emas. İçideki demokratik partiyalar bo'lgandan keyin biz partiyaning ichida turib besim chiqarib olaymiz. PVDA Xroningsning 8 programda saylan programmasida Uyg'urlarning ahvoli yozmabdi ekan to'q. Men o'zimninki komitedan besim chiqarib oxiri qo'shib qo'yinglar deb qo'shdi. Uni lekin qo'shib Uyg'ur minderheit deb qildi. Lekin biz özümüzün vətənimizdə köprək də, lekin onu özgərtmədik. O işlərin təxşi astasda qıvatımız, azğıcılık bizini Xitay, Müslüman, minderhəyətdə başlaq deyirik o. Biz Xitay emas, biz özümüzün dövlətimiz köprək, həmimiz Müslüman deyib görmüşüm mümkün. Biz 75 yıl komünizm besib sekulyar Uyğurlarcıq. Aştaq bolğandan Xitaylar lekin aştaq desə, Şineysi, Müslüman minderhəyət desə, ular Xitaylar, bizim özümüzün dövlətimiz, arlaşmanlar, ular Müslüman, ular radikallar, ekstremistlər, biz bassaq buldu deyirik. Yani ular yəni minderhəyət bo'lgandan keyin biz o'zimiz kontrol qilaymiz, bizning demokratiyalik bo'lgandan keyin biz qisaq bo'ldi deb ashtaq ideyalar ashtaq frame ijod qildi. Lekin Gollandiya uzuncha qabul qildi. Xabarlarimiz qabul qildi. Xinjiang deb yurdi ozg'ichilik. Tibetlarni Xinjiang demaydi, lekin bizni Xinjiang deydi. Biz lekin asta-asta o'zimizning ovozini xabarning ichiga kirgizib, biz har vaqt bizni muxbirlar kelsa Xinjiang deyman desa, yo'q, men o Sharq Turkiston deyverma deb desak, asta-asta ko'z qarashni biz o'zgartira olamiz. Lekin bizningki talayimiz biz men Gollandiya aşınçıq eğir Gollandiyalashib ketib, men Gollandiyaliklar bilan bek yaxshi chiqisha olmayman. Ana partiyaning ishida Gollandiyaliklarni yerliklardek o'ylab, ularning ko'z qarashini o'zgartira olamiz.
Partiyadan kirgan chog'da sinab beqish kerak. Chunki kichik bo'lgandan keyin o'zininki qanday idealsi bor, nimasi bor, u narsani aniq bilmaydi. Chunki asos cho'ng'olgan siri o'zininki qaysi prinsip yaqin ekanligini, qaysi partiya o'ziga yaqinligini to'xtamaydi. O'xshamagan partiyaga kirib beqib, narsalarni sinab beqib, agar yoqtimsiz chikasi bo'laverdi qanday. Yoshlar partiyaga kirsin bo'ldi, sinab beqib, qaysi partiya yoqsa, shu partiyaga kirib qolsa bo'ldi. Udulamkin mening gapim to'g'ri desa, hargiz demokratiyaga qatnashamaydi. Her vaxtda adamların gibini anlap tutsak olmaydı. Biz özümüzünki nıdılma işte. Udulamkin bir işki doğru gelmişlemkin ya sen reisi karşı gap kıldınızlar gibi udulamkin düşmanlar yasayımız. Demokrasinin prinsipsi birbirinden paranlaştırmışsak olmaydı. Lakin aslında biz Uygurlar hemmimizin özümüzün fikirlerimiz var. Aslında resmi demokratik millet biz. Xitaylardaki cim turup udulamkin okşaş taraf karab durmayımız. Hemmimiz başka taraflara karab durmayız. Biz Uygurların demokratik ruhumuz var. Lakin başkalarının fikirsini kubul kıldığan aşırı hazır yok. Lakin o Xitaylar bizim 75 yıl besip bizimki kimligimizin buzuvetti. Gollandiya'yı ontworteldheid der brigade bir derechninki yimsi var o jiltisi var bizim jiltimizni yo'qotibdi jiltimizni yo'qotayotgandan keyin biz hamma yerga qarab turib yugurib turib na uyimiz na yurtimizni unutib qolyapmiz uni tepyapmiz hammamiz o'zimizning yo'limiz bor ba'zilarimiz turklar bilan jiq chiqishib ketamiz turklar uyg'urlarga o'xshab qoldi deb boshqalarimiz dinlik bo'lib ketamiz din degan bizningki jiltimiz deb o'ylab turamiz boshqalar rasmiy gollandiyalik bo'lib ketma deb gollandiya meni qabul qilgan bo'lgan keyin mening yangi davlatim deb o'ylab turamiz u mayli lekin oxirida biz oxirimiz uyg'ur hech qaysi boshqa odam dunyoda bizning ahvolimizni tushunmaydi meni siyosat kirgizgan sabab dünyadaki en çoğun özgürlükler siyasette buldu ekan. Ba'zanlar deydi, tantarbiya bilan siyosatni ayirish kerak, onasini siyosatdan ayirish kerak deydi, lekin haqiqatda har qanday narsa siyosat dunyoda. Bo'libmi Uyg'urlarning ishimi siyosat. Har qanday narsa siyosat bilan munosabat. Shunga siyosatlar emas, dunyo siyosatini tushunish. Dunyoninki kim dunyoda kuchliroq, kimning huquqi cho'ngroq, ba'zan davlatlardan nimish kuchliroq Nemişki bəzən vaxtlarda Uyğurlarınki şundaq bəzən məşə Uyğurların məsələsi yan kirgan çağdımı oylagan nərsəm nemişki bizdinki 3 milyondan 5 milyongacha tuqqanlarımızda yoki kampga, lagerlarga yo'lası nemişki dünyada şundaq çoğ xəbər çıxmaydı degan nəsə bolğan. Şundaq birinci şundaq sadda suallarım var. Şu cəhətlərdən his qılıb siyaset deganasi muhim ekan deganasi bilan siyosatga kirishni ham qildim. Siyosatni tushunishmi tez, bo'libmi dunyo siyosatini tushunish tez, chunki siyosat degan narsa oq-qora emas-ku. Yomanda degan narsa emas. Har qanday siyosatchining o'zining o'ylaydigan narsalari bor. Har bir tanlashlarning oqida bir much odamlar bor, mantallashni qilishim kerak. Lekin biz ko'rganda uninki ya mantallash, ya tanlashni ko'ramiz, lekin ularninki oqida nim qilayotganligini bilmaymiz. Shu jihatlarda qiziqib siyosat kirishim. Siyosat degan narsaninki o'zininki shundoq murakkab, chiroyli, lekin ba'zan vaqtda mehnat ekan, shu xarakter bor narsa-ku bu siyosat degan narsa. Shuni tushunib siyosat orqali, chunki Uyg'urlarning masalasini har qanday vaqtda eng oxirida yana siyosiy orqali deb siyosat orqali bilim qilalaydi. Uyg'urlarning davosiga to'kib qo'shalaymiz deb o'ylayman. O'zimning ko'z qarshi siyosat orqali deb diplomatik orqali shu ashni yaxshi qilish uchun siyosatni tushunishimiz kerak. Shunga siyosatni yoqtirdim. Ishkin savolingizni bizningki Sharq Turkiston Cumhuriyatimizning 3-qatim qurishda yaqinqi uzoq muddatlik planlarimiz nima deb so'radingiz. Yaqinqi planlarimizda Gollandiyaninki ham Yevropaninki hukumatlarninki Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikni hukumat jihatlardan itiraf qilg'ish. Biz Gollandiyada bu narsa bachchiq deb ketdik. Gollandiyaninki hukumati sizlar nimishqa Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligini itiraf qilmaysizlar degan narsa bachchiq deb ketdik. Ularning jihtaydigan narsasi bo'lib Gollandiyaning hukumati Yevropa ittifoqi itiraf qilmasa, biz uni itiraf qilmaymiz deydi. Lekin Ukraina urushidan keyin Ukrainaga F-16 degan urush aeroplanini yo'llaganlar Yevropaning ichidagi 4 davlat birlashib yo'lladi. Demak, siyosatda ham o'zini masalan bir ishni hal qilamiz deydigan ish bo'lsa, hal qilamiz deydigan ong bo'lsa, qila oladi. Shunga u Yevropa ittifoqi chuqur boshliq qilish kerak. Andan keyin biz irqiy qirg'inchilikni itiraf qilamiz degan narsa, mencha o'zim quruq gap deb qarayman, lekin uning oxirida siyosat narsalar bor. Uni bir jihatdan tushunmadik, lekin ham bir jihatlarda men siyosatchilardan so'radim shu savolni. Lekin u to'g'riliq ba'zi vaqtlarda javoblarni siyosatchilar ba'zi vaqtda bizlar
yo'q so'rgan savol javob bermaydi. Yo'q siz savol so'rasangiz boshqa yerdan kelib ham yo'q savolingizni boshqa yerga yetkazib siyosatchining bilasiz. Agar yaqinqi muddatda shu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilsa deb uzun muddatda albatta hammadan eng orqa nishonimiz hamda Uyg'urlar bizning o'zimizniki vatanimizni ozod qilg'ish, lekin Uyg'urlarning ishi vatan ozod qilib bo'lgandan keyin tugamaydi. Chunki vatan ozod qilib bo'lgan vatanni boshqarish kerak, vatanni qonunlashtirish kerak, vatanninki iqtisodni qilish kerak. Bizning o'xshamagan fikrlarimiz bor, bir-birimizni tushunish kerak. Shu jihatlarda shunday o'ylashimiz kerak. Mencha shu Uyg'urlarninki o'rib odati, Uyg'urlarninki shu qimmat qarshi to'g'riliq, bizningki shu siyosat bizningki o'zimizniki shu ozod bo'lish yo'ldagi uzoq muddatga bir narsamiz Uyg'ur asos qonunni bir chiqarish deb nima qilman. Chunki o'zimningki qilayotgan narsa qonun sohasi bo'lgandan keyin shu asosiy qonun degan narsani qanchalik muhim ekanligini men o'zim his qildim bo'lib maktabda. Chunki asos qonun ichida o'zim bir millatningki qimmat qarshi bir millatningki o'xshamagan fikrlarni e'tirof qiladigan huquqlar beriladigan bir kitob. Uni biz mangu avloddan avlodlarga oqiga biz bera olamiz. Shu uzoq muddatda mencha Uyg'urlarningki kimligimiz, Uyg'urlarningki ozod bo'lishimizga foyda qo'shadigan narsa bizningki Uyg'ur asosiy qonunimiz. Shu birinchi so'ringiz o'xshab qoldi. O'xshash sizda. Biz jiqlarimiz shu Qashqandan vatandan Qashqandan rasmiy desak, biz nari tug'animizdan tortib, kim bilan ko'rishadigandan tortib, hammasi siyosat bizga başqıl bədi talab buldu bizə. Mən Xilzir rayonunda Azad Seyid tuğan, ondan Havzında öy bədi. Havzında öy berişinin ornada başqa yerə berib qalğan bolsa, Amsterdam Oğuz bolğan bolsa, mənim Gollandiyacım aksent bilan Gollandiya çügünüb qaldım. Bir aksent bilan Gollandiya çügünüb qalğan bolsam, Gollandiyaklar məni bir çətəllik deyə görüb qalğan boldu. Lakin hazır aksentsiz Gollandiyacı paranlaşayan bolğan, gəpşələyan bolğandan ular hazır sənmi bir Gollandiyalik deyə oylab qalğan boldu. O mən talğan iş emas, mənim apam talğan iş emas. İyendey talagan iş. İyendey bir adam talamadı, sistem talab bədi. Şu siyaset bizning ömrümüzni başqurub oldu əslində. Biz siyaset bilan aralashmasaq, siyaset bizning ömrümüz bilan aralashdigan bo'lib qoldi. Biz kommunizmni ko'rib baxtı bilimiz. Kommunizm başdaq. Siyaset kommunizmning siyosati bizning ömrümüzdə hər vaqtida aralashib turdi. Yemi o'ylaydigan, yemi deydigan, kim bilan paranlashdigan, qanday kiyim kiydigan hammasini bizga başqurub bo'lgan vaqtida talab bo'lgan. Bu Yevropaning yaxshi yeri, G'arbninki yaxshi yeri. Azraq yaba biz özümüz siyasətdə aralışa alaydigan bir xil yer var ki. Biz o təlayimiz əslində. Avropadakı qədəmlərlə bilməyiz demokrasiya qançılıq çiraylıqlığını, lakin qançılıq unik deydik o, qançılıq oxşamaydiganlığını bilməy. Hər vaxtda adam nəsə kritik verəlaydı, qarşı. Bu sistem işlənməydi, bu sistem bu yer işlənməydi. Ular aştaq oyulmuş olmaydı, toğra. Aştaq oyulub özünün demokrasiyanı küçükrak qığızalaydı. Lakin biz demokrasiyanın yox bir dövlətdən kilib kəlgəndikin biz rəsmi düşünəlimiz bu sistemdə bizə bir rəsmi bir erkinlik verəlaydı. Bizim avazımızı rəsmi anlatqızalaydı kəmiz də. Aşını düşünəgəndikin mən siyasət qarşı şeyləb oylagan. İkinci sorunuzğa. Mən bizninki əhvalımız hər vaxtıda oxşamayan işləri var. Biz Müslüman, lakin Müslüman dövlətlər bizim yerləşməydi. Biz deyən Türkistanlıq dövlət, lakin başqa Türkistandakı dövlətləri Svitlər basqan, Ruslar basqan. Onların tılsı üzgürüb getgan, onların yazıq, bizim konu yazığımız ərəbcə yazıq, onlarınki yazığı sırılıq yazıq. Onlar tarixi üzgürüb getdi. Aşdaq bolğandan həm bizninki əhvalımız oxşamaydı. Bizim geopolitik realitet var, texnomakanımız var, bizim şəhərlərimiz var, sularımız nədən kildi, həmisi mühim. Neft bağlığımız, altın bağlığı həmisi mühim Xitaylarga. Hazır bizninki dövlətimizdən ötüb ya Qərbə bağısı var da, o həmisi geopolitik mühim. Lakin biz oxşamaydigan bolsaqmı, mən tarix qarasam, məncə 80 yildagi ömür ko'rayotganlar, 1980 yildagi ömür ko'rganlar, məncə heç kim Sovet yo'qoldi deb o'ylab baxmagan. Məncə shu Mərkəzi Asiyadagi adamlar, başliqlar herkes Sovet yo'qoldi, biz mustaqil bo'lamiz deb məncə rəsmi o'ylab baxmagan. O'ylaganlar bo'lishi mumkin, lekin millat texchi uni tushunmagan. Am bir kun lamkin Moskvada bo'lgan ishdan bo'lgandan keyin lamkin
Ular müstakil bo'lib baqdi. Ularninki yeni o'qigan boshliqlari yo'qdi, olimlarni o'ltirib etgan ya sivit olimlariti, partiyaninki a'zolari, ashayarning boshqurgan partiya a'zolari udulamkin biz mustaqil davlat quramiz deb ular davlat qurdi. U davlatlar rasmiy mustaqil davlatlar emas aslida. Mustaqil ras, o'zining millatini qirmaydi, sivitlar kiriblamkin uyini buzib etmaydi, ayollarni tug'ilmaydigan qilib etmaydi, lekin ularning davlati erkinlik yo'q. Bir kuni menimcha biz mustaqil bo'lamiz. Xitoy inshaalloh. Uni bilamiz, uni sham tutsak mayli, lekin biz o'xshamaymiz. Yemishqi lagerlarni qurdi, rasmiy Xitoylar biz futimiz degan bo'lsa, ularni Xitoy yasay olamiz degan bo'lsa, lagerlar yasamaydi, saqlaydi ular. Hong Kong degan Amerika yo'qildi degan bo'lsa, Hong Kongni basmaydi unchalik eg'ir. 2050 saqlaydi, saqlab turib, anikin udlamki evaldi. Rasmiy Amerika yo'qildi deb o'ylagan bo'lsa, Xitoy saqlaydi. Tayvan unchalik qattiqlik gap qilmaydi. Ular qo'rqyapti. Xitoy o'zi buzilishni hozir qo'rqyapti. Ashnonda qo'rqgan bo'lganki bir bal tug'ish politsiyadan hozir 16 million erlar ishib ketdi. U erlar to'y qilg'isi bor, to'y qilg'isi bo'lgandan keyin bir-birini basishdi. Basashgandan keyin qanday basishdi? Kommunist davlatlarda uy ilib basishdi. Qara mening 3 uyim bor, men bilan to'y qiladi, boshqa erlar o'zini ko'rsatkisi bor. 3 uylar olsa, o uylarni tiq yasmagan. Chunki u uyni setish cho'ngroq bo'laverdi. An Xitoydagi politburo kichik ishlarni qilmaydi, yo'llarni yasamaydi, doktorxonalarga pul bermaydi. U yerning lokal hukumat. U lokal hukumatlar bajdan pul olamaydi, Xitoylar boy emas. Ular qanday pul topadi? Yer sotgandan keyin pul topadi. Yerni qancha qimmatroq sotsa, qancha jiqroq pul topadi. Ashta bo'lgandan keyin yerni spekulatsiya deydi, cho'ngroq qilaverdi, yolg'on qimmatligi berib o'tdi. Xitoyning sistemasi buzildi bir kuni. U hamma degan praktik problemlar, lekin mencha eng chong sabab emish Xitoy buzildigini, kommunist partiya o'zining xatoligini qabul qilmaydi. O'zining xatoligini qabul qilmagandan keyin rasmiy xato narsalarni keyin bo'lgandan keyin xato yasab bo'lgandan keyin oxirida qo'yib berdi. Corona, Covid, zero Covid apashta qildik, ashnimi ko'rdik, o'zining xatoligini qabul qilmaydi. Ashta bo'lgandan keyin bir kun mustaqil bo'lamiz. Mustaqil bo'lsak, u vaqtida tayyorlik qilib bo'ldikmi degan so'roq keldi. Bizning ideologiyamiz bormi? Bizning qonunlarimiz yasab bo'ldikmi? Bizningki o'ylab baqayli hukumatimiz ya hukumatmi lozim emas chiqib, lekin chiqib demokratlik ko'z qarashi, odamlarimiz bizningki kimligimizni unutib qolmaydigan, tilimizni unutib qolmaydigan, vatanda bola tug'izmaydigan bo'lib qolsa, biz mishani bola tug'aylik deb, hamma odamlarning o'zining yo'llari bor. Davlatni biz unutmasak, biz tayyorlik qila olamiz. Tayyorlik qilsak bir kun mustaqil bu vaqtida, udullamkin u vaqtida biz rasmiy yaxshi, to'g'ri, demokratlik bo'lsin, erkin chiqib davlat quramiz.